Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Charchamasdan anchadan beri YouTube'ga video qo'ymagandim. Sizlar ko'rib turganimdan xursandman juda ham. Bugun bizda yakshanba. Dam olish kunida video qilyapman. Hozir men masjidga kelgandim, uyimiz oldiga. Va bu yerda Turkish festival emas. Festival, mashina festival bo'lyapti ekan. Bu yerda menimcha bu festivallarda mashinalar egasi bo'lsa kerak. Har xil turdagi mashinalar bor ekan. Hozir ko'rib chiqamiz. Ko'rishlar mumkin mana. Bu masjid parkovkasi. SRIT. Bu juda ham mashhur Avstraliyada. Politsiskiy mashina. Amerikada ham bunaqa politsiskiy yuradi. Bu qanaqa mashina ekan? Fiatmi? Ha, Fiat ekan, Ford. Bu ham Ford ekan. Wow. Yaxshi. To'g'risi uncha mashinalarga tushunmayman, lekin bunday qarasam juda chiroyli mashinalar turgan ekan, bitta video qilib qo'ygim keldi. Wow, Audi turishini qaranglar. Chotki. Audi yaxshi degan lekin. Bu qanaqa mashina ekan? Biz Moskvich-ga o'xshaydi-yu. Moskvich kichkinasi. Wow. Kili ekan. Nomini bilganlar kommentariyga yozib ketaverasizlar. Men uncha mashinalar nomini bilmayman, faqat BMW nomini bilaman xolos. Boshqa mashinani bilmayman. Bu mashina nima ekan bilmadim. Ko'rinish Polska o'xshaydi ekan. Yaxshi. Qizimizni Mercedes ekan. Bu ham qo'yib qo'yibsiz ekan, yengil. Panorama tomligi. Tesla. Rangi qizil. Kimdir parkovka qilib qo'yibdi ekan. Wow. MG. Biladi bu mashina. MG G-Class 63. Nissan. Toyota. Qaysi kompaniyaniki bu ish? Ko'rganman, nomini bilmayman lekin. Yaxshi. Nissan. Eski modeller. Bu mashinada 3 ta chiqishi, 3-marta chiqishi. Boshqacha ekan lekin. 4 ta skor ekan. To'rgacha. Ha, mana ekan. Mazda ekan bu, akalar, Mazda RX-3 ekan. Ha, Mazda ekan. Bu ham Mazda ekan. Bu-chi? Slide. Wow. İçini qaranglar, dahshatki. Chotki qilib qo'yibdilar ichini, bor-ku. Dahshat. Mana bu mashinani SLI deb qo'yibdi. Ford. Avtomat ekan. İçi top-toza ekan lekin bor-ku. MG S63S. Nissan 200 SX. Dahshat. Mashinalar juda ajoyib ekan bor-ku. Bu ham menimcha Mazda bo'lsa kerak. I'm not sure. Yes, Mazda ekan bu.
Bu ham mazza ekan. Buni ukasi ekanda bu. O'tale. Mashinani cho'tga qilib qo'ydi. Bu Honda ekan. Honda F5. Dahshat. Volkswagen. Juda ajoyib mashinalar bor ekan. Volkswagen ham chiroyli qo'yibdi. Bu Avstraliyada juda ham mashhur mashina. Volkswagen. Juda ko'pchilik yaxshi ko'radi. Race tire. Mashina chiroyli qo'yibdi. Ford bo'lsa kerak bu. Mana. Chiroyli qo'yibdi haqiqatdan. Dahshat. Bu endi o'zimiz mashinalar. Mana bolalar uchun o'yingoh qilib qo'yishdi. Malades, sharoit qilib qo'yishdi. Va o'rtada ikkita mashina turibdi. Nimaga bilmadim. Aynan o'rtada turibdi, joy yo'qligimi? Honda. O'qasi ham ochilar ekan buni. Dahshat. O'qasida aynan yo'q ekan. GTR. Nissan. Mana shu mashinalar qimmat turadi, bor Avstraliyada. Realni qimmat qiladi. Bugungi ko'rgazmalardan shu ekan. Bu yerda nima bo'lyapti? Burger ekan. Burger bo'lyapti ekan. Dahshat. Gallipoli klub ekanda. Bu yerda musobaqa bo'lyapti ekan. Musobaqa ekan bu, mana. Aytga medallar qo'yib qo'yishdi. Donarti qo'yib qo'yibdi boksini. Endi bilmadim kim yutadi, lekin ajoyib. Dahshat. Hozir e'lon qilyapti hozir kim yutgan menimcha. It's a Chrysler with a Mazda engine on it. That car, the drivetrain has been modified, goes under conditional rego. In my case, I need an engineering certificate because it's a totally different drivetrain, right? If your car is, for example, Ahmed's car, the S14 over there, it doesn't look modified, but it is modified. The dead giveaway is the front you need to pull up at the front. So that car won't need an engineering certificate, but it will need to go under the conditional vehicle scheme, right? And that's how all the people are re-renting it. One car is Juda ajoyib. Bu o'zimizda Gallipoli masjid. Masjid ko'rsataymi ichini? Ketdik. Yani kuzatayotganlar ko'pchilik biladi, Obrunda yashaymiz. Obrunda juda ham ko'p musulmonlar bor. Turklar juda ham ko'p, afg'onlar juda ham ko'p, halol oshxonalar juda ham ko'p. Restoranlar, do'konlar jam zo'r. Va uyimiz oldida yaqin mana shu masjid bor, bu turklar masjidi. Nomi Gallipoli. Shu menimcha shu Turkiyadagi ko'prik nomi ham shu qamidi. Lekin ko'rishlar mumkin. Juda chiroyli qilib qo'ygan, sharoitlari juda ham zo'r. Kirorishi. Bu tarafda hojatxonasi, tahoratxonasi bor. Sizlarga hozir ichkarisini ko'rsataman. Bismillah. Maşallah. Chiroyli. Juda ham katta. Va ikki etash. Bu yerda nima o'xsa bo'ladi?
Bu yerda ham o'qisa bo'ladi, bu yerda ham o'qisa bo'ladi. Maşallah. Katta minbarlar. 5 vaqt namoz o'qiladi shu yerda. Biz ham shu yerga chiqamiz namozga. Tahorat qiladigan joylar juda ham toza. Sizlarga oldini ko'rsataman. Agar Avstraliyaga kelmoqchi bo'lsanglar, shu odamlar ko'proq joyga kelaveringlar, musulmonlar ko'proq joyga kelaveringlar. Shu Oburun, Litkin taraflarga. Qanaqalarni bo'lib turadi har safar. Bemalol ovqatlanib, bemalol non yeb, pizzalar tarqab. Bemalol yesangiz bo'laveradi. Ehson bo'ladi. Qashti har kuni desa ham bo'laveradi. Chunki har bir namozdan keyin kimdir ehson qiladi. Ko'rinishi old tarafdan. Juda ajoyib. Dietetalar kelmabmiz. Pizza tugab qoldi. Ko'rgan bo'lsanglar. Ada qorin to'g'ri. Şu tabaklar kimiydi? When are you going to have that thing ready? Getirmedin mi lan? Şeker çikolata getirmedin mi? Roza günde. Senin cebinden geldi. Qashti 15 kun mana shu yerda men iftorlik qilganman. 15 kun. Uyda iftorlik qilmaganman, shu yerda iftorlik qilaman. Chunki har kuni ro'zada saharlik bo'ladi, iftorlik ham bo'ladi. Lekin men uyda saharlik qilib, kech payt endi shu yerga chiqib, ishdan kelib, shu yerda odamlar bilan turklar bilan iftorlik qilaman. Juda ajoyib bo'ladi. So you need something like a drop sheet? Something like a drop sheet. But if it's like a towel material, it'll be much easier. The people that would have would be painters. Come on. I'll get some. When are you going to do it? When I get the drop sheet. Not too bad, $50 per fan, okay? $50. Let me know when you need it so I can get it out. Okay, come on. Well, it will be after the Yatsa one day. Juda yaxshi ko'raman bu yerda bu arenani. Musulmonlar, turklar dahshat. Bu masjid menga juda ham qadrli, chunki Avstraliyaga kelgan kunim men shu masjidga kelganman. Namoz o'qigan shu masjidga kelganman. Birinchi Litkinga kelganman. Litkinda karislar uyiga kelganman.
Ajetdan chek qilganimda shu masjid chiqqan. Bu yerdan 1 kilometr 100 piyoda kelganman 15 minut. Keyin har safar shu yerga kelganman namozlarga. Undan keyin 1 yil yerda yashab turib, keyin ko'chganman Obrunga, yoki yaqinroq. Juda zo'r. Maslahatim o'sha. Kelsanglar, agar Avstraliyaga kelsanglar, musulmonlar ko'proq joyga, endi o'qishinglarni, to'g'ri o'qishinglarga sal uzunroq bo'lishi mumkin, lekin yashashga yaxshi. Muhit yaxshi bo'ladi. Kunlar yaxshi o'tsin. Xudo xolasa kommentariyada qanaqa savollar bo'lsa, yozib qoldiringlar. Javob berib, videolar qilib o'tishga harakat qilaman. Hammaga omad, hammaga ishlarga rivoj.